Madinaga kelar ekanman, juda ko'p qulog'imga chalinadigan bo'lib qoldi. Xurmo ekamiz deganlar. Xurmoga deb pul olar ekan, yaramaslar. Xurmoga deb pul olib, mana 200-300 dollardan pul olishar ekanda, hech qanaqa asos. U ekilmadi, ekildi deb yozib yuborar ekan. Haligi soxta, hozir soxta hujjat qilishchi juda ham oson bo'lib ketgan. Bitta namozingiz 100 mingta namozni savobini beradi. Shu Makkada haramda o'qigan namozingizda 1 million narsa olyapsiz-da bu. Uni 1 million dollar deymizmi, 1 milliard dollar deymizmi endi? Pulga hisoblab gapiradigan bo'lsak-da, qarovsizlar tiqilib yotibdi. Boquvchisi yo'qlar tiqilib yotibdi. Maktabingiz eskirib ketgan. Madinaga kelar ekanman, juda ko'p qulog'imga chalinadigan bo'lib qoldi. Xurmo ekamiz deganlar. Men juda ko'pchilikdan ko'rdim, eshitdim. Ya'ni o'sha umra boshilar haligi ketayotgan odamlardan xurmoga deb pul olar ekan, yaramaslar. Xurmoga deb pul olib, mana 200-300 dollardan pul olishar ekanda, hech qanaqa asos. U ekilmadi, ekildi deb yozib yuborar ekan. Haligi soxta, hozir soxta hujjat qilishchi juda ham oson bo'lib ketgan. Xohlagan joyingizga keling, fuqarolik ham olib beradi kerak bo'lsa sizga. Prava ham olib beradi, attestat ham olib beradi, diplom ham olib beradi. Hamma yo'l olib beradi sizga kerak bo'lsa, shu fuqarosi qilib tashlaydi sizni o'sha yerda. Bu juda oson, sun'iy ya'ni qiladi. Ya'ni o'sha xurmoni ekdik degan sun'iy bitta qog'ozni yasayapti-da, yaramas mashinniklar, firibgarlar. Haligi bechara sodda odam bor-ku, o'shani pulini oladi. Agar deydi Madinada xurmo ekadigan bo'lsangiz yetimlarga bo'ladi, bu juda katta savobga qolasizda. Ayolingiz bilan birga qiling, mana 300 dollardan 600 bo'ladi, kelishtirib sizga 500 qilib beramiz deydi masalan. Haligini oladi. Endi unaqadan nechtasini oladi-da, u yaramas, shunaqa nechtasini oladi. U pulni cho'ntagiga ketar ekan, ekmas ekan. Ekmas ekan ular. Cho'ntagiga ketar ekan. Hani bechoralar bilmaydi. Mayli, u men berdim deb o'yladigan inshaalloh savob oladi. Hani odam, lekin haligi mashinniklar cho'ntagiga qappagani qolyapti. Harom yeyishyapti. Nahotki o'ylashmaydi bu narsani. Nahotki ongimizni ishlatmaymiz biz. Masalan, bularni bitta dalili bor. Dalil shuki, ya'ni bu ulug' joylarda shunaqa qancha ibodat qilsak necha barobar, albatta, juda ko'p barobar savob bo'ladi. Lekin o'sha narsani yaxshilab bir his qilib olishimiz kerak. Masalan, bitta namozingiz 100 mingta namozni savobini beradi. Shu Makkada haramda o'qigan namozingiz, ha? Buni bilamiz, eshitganmiz. Bu juda go'zal narsa. Ya'ni inson, masalan, men o'zim oladigan bo'lsam, bitta namozim 100 mingta bo'lishligini hisobga olib va o'shanga ochiqib kelaman. Kelishlardan bittasi shu bo'ladi. Ka'bani ko'rish, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar yurgan yo'llarda yurishlarda havosini olishlik, har bitta tog'ni bir chetlariga qarab ham kerak bo'lsa, bir o'ylab qolaman-da, o'sha yerda sahobalar yurganda endi shu joylarda. Va o'sha yerda o'qigan namozim, yana bitta lifehack bor, uni aytib beraman sizlarga. Xudo xolasa buni eslab qolinglar, yaxshilikka bo'ladi. Men kelishdan maqsad shu bo'ladiki, bitta namozim 100 mingtaga o'tadi deb kelaman. Chunki buni men topa olmayman-da boshqa joydan. Boshqa masjiddan, boshqa diyordan topa olmayman. Bu zo'r. Ya'ni maqsad shuni qilsangiz. Ko'p namoz o'qib olaman, haramda juda ko'p namoz o'qigandek bo'lib qolaman ekan. Juda katta narsa ishlab olaman ekan. Vali sezonda ishlaydi-yu, falon joyga olib borib, telefonda olib borib sotsang, 100 dollarga olib 200 dollar sotsang, falon joyda 500 dollardan oladi. 500 dollar sota olasan, 500-400 foyda qilasan desa, uchib borasiz-ku. Shunga o'xshagan 100 mingtaga o'tar ekan bitta namoz, demak, juda 100 mingtalab foyda qilyapsiz har bir namoz uchun. 5 vaqt namoz uchun 500 mingta bo'lyapti-da bu. Tahajjudlarda ham nafllar qo'ysangiz yana 10 ta bo'lar, 1 million narsa olyapsiz-da bu. Uni 1 million dollar deymizmi, 1 milliard dollar deymizmi endi? Pulga hisoblab gapiradigan bo'lsak-da masalan, foydasini. Juda katta foyda-da, u pul bilan o'lchanmaydigan foyda. Men mana shu uchun kelaman va har bir umraga kelayotgan, hajga kelayotgan odam mana shu narsani ham niyat qilish kerak. Lekin to'g'ri. Bu yerda yetimga yordam qilsangiz, xurmo eksangiz, birovga bir narsa olib bersangiz, uy olib bersangiz, bular yaxshi. Lekin ana u narsalarni siz o'z yurtingizda ham topishingiz mumkin. Chunki siz mahallangizda yetimlar tiqilib yotibdi. Qarovsizlar tiqilib yotibdi. Boquvchisi yo'qlar tiqilib yotibdi. Maktabingiz eskirib ketgan. Uni na bir stadioni bor bolalar anaqa bir sport bilan shug'ullanishlik uchun, na bir o'quv dargohlar, o'quv markazlar titilib ketgan. Demak, o'sha narsalarni to'g'rilashlik uchun siz o'sha ishni qilsangiz,
o'sha siz Madinada xurmo olib ekaman degan pulingizni, $500 pulingizni er-xotin, o'shaning o'rniga siz mahallangizda turibdi-da. Yeyishga noni yo'g'i bor. Shunga siz masalan bitta oilani ushlab olib turib, bo'ldi, men senga $200 dan, $250 2 oy beraman deb 2 oy boqing, uni savobi boshqacha bo'ladi. Ishoning. Siz ani xurmoni ekkaningiz savobidan yaxshiroq. U savobni siz necha barobar savobni o'sha ishlar bo'yicha siz o'z yurtingizda topa olasiz. Lekin namoz topa olmaysiz. Namozni 100 ming barobar topa olmaysiz, lekin haligi ishlarni topa olasiz. Ya'ni har qanaqa yetimlarga deydi, qiynalganlarga deydi, falon davlatga pul yig'yapmiz deydiganlar bor pul. Bilib oling, 99% firibgar ular. Ular firibgar, Allohdan qo'rqishmaydi ular. Firibgar. Ayniqsa G'azoga deb pul yig'adigani bor, Suriyaga deydiganlari bor u. 100% firibgar, 99 emas, 100% firibgar ular. Lekin xurmo ekaman, u qilaman, bu qilaman, hammasi yolg'on. Agar rost bo'lsin, xo'p. Gapi 1% rost bo'lsin, o'sha rostdan 1% ekadiganlar bor bo'lsin, bor rostdan 1% ekadigan, 2% degi ham bordir. Bo'lsa ham o'sha kerak emas. O'shaning o'rniga siz yurtingizda o'zingizni masjidga yordam qiling, madrasaga yordam qiling, institutga yordam qiling, maktabga yordam qiling, kasalxonaga yordam qiling. Qo'ying xo'p, katta narsalarga qila olmayman desangiz, mahallangizdan topib oling bitta yetimni. O'sha yetimga bering siz, Madinada xotirjam bo'ling, 100 ming yetimga qaraganingizdan yaxshiroq bo'ladi.